Assalomu alaykum. Erta tongdan bozorga chiqdik. Sal rus tilini biladigan bir sherik chiqib qoldi. Aka yuring bir bozorda aylanaylik. Sheriklar qolishda ozgina dam olaman dedim. Videoni endi kechroq ko'rishadi. Sheriklar bilan yursak guruh bilan vahima bo'lib ketyapti. Bular yo bepulga berib yuboryapti, yo narxini juda ham arzon aytib yuboryapti. Real narxlarni bilish uchun bozorga chiqdik. Mana bu aka pokistonlik, rus tilini bilar ekan. Здравствуйте. Доброе утро. Nohat. Этот. Почем этот нохат? 1 килограмм где-то $1 и 50 центов. $1,5, а? Это $1 50 центов. А макарон? Макарон у нас где-то $80. Цент. 80 cent. 80 cent ekan makaroni. Xo'p, yana nima bor? Lo'ya. Этот Это около где-то $1.75 центов. $1.75. 1.75 ekan, a? Lo'yasi narxi bu ulgurji bozor ekan, faqat yakshanba kuni bo'lar ekan. Va umumiy summadan masalan 10% olib tashlasa, mana shu optim narxi bo'ladi. Ris, этот, guruch $1. $1. Mana bu lazra, o'sha Pokistonda o'zini guruchi $1 turibdi. Yana nima bor ekan? Yo, масло. Это семечки масла, да? Да, это $10 за 5 литров. $10 за 5 литров. $10? Ой, это қымбат екен. Почему $10 дорого? Потому что это импортный, у нас вместе не бывает. А, масла нету, да? У нас масла, такой масла нету, потому что у нас семечки не бывает. Очень мало только есть. импорт. Да, это импорт, за это у нас дорого считается. Ana, семечки olib kelib sotsa bo'lar ekan. Семечки olgan demay Rossiyadan, a? Hop, еще. Это тоже масло, да? Пакетик. Это тоже такое масло. Это тоже масло, но это не такое, другое. Это вот как другое масло. Akani ruschasi zo'r ekan, meniki undan ham zo'r ekan. Bir tilda ishlatmasangiz qolaveradi, ketaveradi. Oyoq, pampers. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oksi, pompon degan pampers bor ekan. Pampers ishlab chiqarish qilganman. Shu kunlarda xohlasa tayyor bo'ladi. Это что? Это у нас называют на урду гуд. Это вообще как после этого сахар готовят они. Это, да? Shakar qamish deyapti, da, shakar qamish. Shundan, shakar qamishdan bular shakar oladi. Вот это сахар. Это сахар, который у вас Sugar, да? после этого сахар готовят. Сахар тоже есть, да? Здесь. Сахар есть. Чини आप पास है? चीनी है आप पास? चीनी है? सахар. How much is this? Это 180 рублей, это около где-то 60 центов. 60 cent, 77 ming so'm, a? Shunaqa to'g'ri keladimi? Narxni qarang. Bu optimda deyapti. Bir zavodda aytishdi, 32 sent chiqadi zavoddan deyapti. Eksport qilib sotsak ham bo'lar ekan. Bu zavodda o'rgandim. Shakar olib ketib, semechka yog' olib kelib, o'sha mashinada ish qilsa bo'lar ekan. Bularda shakari mana shu tabiiy shakar qamishdan olinadi. Bu endi shakarda ham ziyoni bo'lmaydi bularda shakarini. Bizda import narsa olib kelamiz, ana shundan shakar olinadi bizdagi zavodlar. Bu yerda o'zlari shundan chiqarar ekan, juda ham narxi arzon. Shakari zo'r, ta'mi o'zi. Ana, не наши. Это кисан есть? 900 रुपए पाव. तो ये कितने किलो किसान हो गया? No, no need. Спасибо. 3600. ये это где-то у нас $13 за килограмм. 13. Да. Это вот, очень дорого, да? Да. Местных нету, да? Пусто. हमारा लोकल नहीं ना रिश्ता? हैं? लोकल आता है? नहीं, у нас нету, свои нету. Свои нету? Нету. Pakistan? Нету. O, shuncha narsa bor, pista yo'q ekan. Demak, pista ham olib kelsa bo'lar ekan. Narxi qimmat ekanda. Bizdagi pista sotuvchilarni bilasizlarmi? Shunday mahkam qulflaydi. Akani turishini qarang. Marketing sal qo'porroq ekandan sotuvchilar. Bizda juda usta bo'lib ketdik-da sotish bo'yicha. Kimlardir bunaqa oddiy bozor bo'yicha rislarni qarang, guruchlar
Hammasi razi har xilidan. Bu qimmatlar ekan. Narxini bilib oldim. Mana 280 ni $1 bo'lar ekan mana shu. Demak 380 bo'lsa, bu endi $13 bo'ladimi? 12 da 12,5 $1.20 sent. $1.20 bo'ladi. Har xil guruchlari Pokistonda. Mana shundan afg'on osh qilishadi mana shu guruchdan, lazer uzun. 1 kiloga tuxum Pokistonda. Этот местный, да? $3 ekan mana shu. Katta tuxum. Narxi. Menimcha tuxum arzon ekan bu yerda. Afg'onistonga tuxumni mana shu o'zidan sotsa bo'lar ekan. Хлеб почем этот? Хлеб. ब्रेड कितने की यार? Katta olacağım. 30 सेंट. 50 sent. 50 sent. Katta ekan lekin. Sen shunda 6000 so'm. Pokistonda narx-navo arzon emas, qimmat ekan. Lekin ish haqi juda oz. Ko'rdik, oddiy ishchilar $100 maksimal, bo'lmasa $60-70 ga ishlashar ekan. Sal mutaxassis bo'lsa o'sha $150-200 ekan. Demak, Pokistonda boyib ketish juda oson ekan. Да. Boshim. Ertalabda свежий suv ichamiz. Shakar qamishdan. Limon qo'shib berar ekan. Pokistonda mana shundan shakar ishlab chiqarishadi. Mana shakar qamishdan. Bu shakarlari ham ziyoni yo'q bo'ladi, tabiiy mahsulot bo'ladi. Pokistonda shakarning narxi 32 sent, 40 sent atrofida deyapti. Zavodlari bilan gaplashdik. Сейчас ko'ramiz. Как называется имя? Sarson. Sarson. Yo'q, bu narsa. Mana shundan ular yog' ishlab chiqarishar ekan, yog'. O'zlarini местный iste'mol qiladigan yog'lari mana shu narsa ekan, Sarsondan bo'lar ekan. Qolganini hammasini import qilishar ekan Pokiston. Bular eng foydali narsa shu deyapti, lekin asosiy qatlam bundan iste'mol qilmay qo'ygan qora ovqatni ham rangini qoraytirib yuboradi deyapti. Sarson qo'yarkan. Ayollar bozorda, odamlar bemalol